Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bizning kanalimizga xush kelibsiz. Avvalambor bu videoni ko'rmasingizdan oldin bu videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqib ketmasin. Shuningdek, bugun biz Pojo Launcherni qanday qilib telefonga yuklab olish haqida video rolik bo'ladi va bu video rolik nima uchun bo'lyapti? Ko'pchilik bizda Pojo Launcherni qanday yuklashni bilmayotgan ekan va qaysi toza versiyasi ekanligini bilmayotgan ekan. Ko'pchilikda tushmasligi mumkin bu Pojo versiya va o'zimning shaxsiy fikrlarimni ham bildirib o'tib ketaman. Avvalambor Pojo Launcher bu nima? Bu Java Edition'ga kirish imkonini beradigan bir launcher. Xuddi Minecraft'lar ko'pchilik launcherdan oladi, ya'ni launcher bu launcher. Xuddi Java versiyaga o'tkazib beradigandek. Ya'ni bu Java versiya aslida pullik, lekin launcherda tekin. Launcher bu pullik narsa emas, ya'ni original Minecraft emas. Shunchaki bu Minecraftning versiyalarini yuklab beradi. Shu orqali Minecraftda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bizda telefonda ham launcherlar hozirgacha juda ko'p. Zalit yoki Mojo launcher yoki Folder launcher va Zalitga o'xshagan yangi launcherlar bor. Shuningdek, bu launcherlarni hammamiz ko'rgan bo'lsak kerak, lekin aslida launcherlarning eng katta dodasi bu Pojo launcher bo'ladi, chunki birinchi bo'lib mana shu Pojo launcher chiqqan. Va tabiiyki, bu launcherga oddiy hol bilan qarashgan, chunki bu launcherni tushunishmagan. Va shunda men chiqdim, o'zbeklarga tushuntirdim va bu launcher hozirda hamma ishlatadi va har xil launcherlar hozir ko'p. Endi men sizlarga Pojo launcherni qanday yuklash kerakligini o'rgataman. Avvalambor birinchi o'rinda meni Telegram kanalimga qo'shilasizlar. Bu Telegram kanalda nimalar bor? Bu Telegram kanalda darsliklar juda ko'p. Ya'ni siz Pojo launcherni o'rganishingiz mumkin. Bu yerda har xil darslik bor. Undan tashqari blog poster, shunga o'xshash narsalar tashalgan va undan tashqari ikkinchi sezon darsligi ham bor. Ya'ni bu yerda juda ko'p videolar to'layotibdi. Juda ko'p fayllar tashlangan va ma'lumotlar juda ko'p. Demak, siz Pojo launcherni bu Telegram kanaldan o'rnatishingiz mumkin, olishingiz mumkin va obuna bo'lishingiz kerak, chunki bu kanaldan boshqasiga siz Pojo launcherni o'rgana olmaysiz. Siz kerakli ma'lumotni boshqa kanaldan olishingiz mumkin, lekin to'laqonli, batafsil ma'lumotni bizning kanalimizdan topa olmaysiz. Shuning uchun Telegram kanaliga avvalambor qo'shilib qo'ying. Bu sizga kerakli bo'ladi. Va endi biz Pojo launcherga o'tamiz. Siz Pojo launcherni sketchat qilib olganingizdan keyin va telefoningizda o'rnatib olganingizdan keyin bu yerda mana Pojo ichiga kirasiz. Ya'ni biz qisqacha qilib aytganda Pojo deymiz. Buni ustiga bosib ruxsatni bosamiz va bu yerda mana shunaqa tugmalar paydo bo'ladi. Siz bir tanaga play deb bossiz, sizga kirmaydi. Mana sizga akkauntlar so'raydi. Demak, nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda add account bor. Pulsga turadi tepada. Shuni ustiga bosasizlar va bu yerdan local accountni tanlaysizlar. Bu yerdan biz o'zimizning nickimizni yozamiz. Demak, yozib olganimizdan keyin biz nima qilishimiz kerak? Xo'p. Endilikda biz bu yerdan Creative New Profile ustiga bosamiz. Demak, bu yerdan biz xohlagan versiyamizni tanlashimiz mumkin. Keling, men sizlarga qisqacha qilib aytaman, tushuntiraman. Ko'pchilik odamlar Optifine yoki Forge ishlatadi. Ya'ni siz Forge bilan Optifine'ni bitta qilishingiz mumkin. Qanday qilib? Optifine bu shunchaki qotmaslik uchun, Forge bu modlar bilan ishlash uchun. Ya'ni siz mod o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Forge'ni ishlatasiz. Demak, biz albatta Forge'ni ishlatishimiz kerak. Avvalambor bitta narsani unutmang, bu Forge'ga Optifine tushirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz Optifine emas, Forge'ni emas, Optifine o'rnatamiz. Chunki bizga hozir Optifine kerak. Demak, agar mod o'rnatmoqchi bo'lsanglar, Forge'ni o'rnatasizlar. 1.22 xohlasanglar, qaranglar, men sizlarga ikkita maslahat beraman. Agar sizlar baland versiyaga o'ynamoqchi bo'lsanglar, sizlar 1.20.1 versiyada o'ynaysizlar. 1.20.1 mana. Shuni o'ynaysizlar. Optifine versiya. Agar sizlar kichikroq versiyada o'ynamoqchi bo'lsanglar, bu yerda 1.12 versiya bor. Demak, men nima qilaman? Kichkina versiyaga o'ynayman. Bu yerda Optifine'ni oxirgisini tanlaymiz va bizda yuklayapti, mana ko'rishingiz mumkin. Demak, bizda 171 megabayt ekan. Buni yuklab olishi kerak. Demak, yuklab olganidan keyin sizlarda gorizontal holatda qora tugmalar chiqadi. Shu yerda okt bosib, ya'ni загрузкani bosasizlar, shu bilan
yana o'z holiga qaytadi. Demak, keyin playni bosishinglar kerak bo'ladi. Demak, bu holat bo'lishi uchun biz mana bu launcherni yuklab olishimiz kerak. Demak, azizlar, bizda Optifine 1.12 2 versiya yuklandi. Demak, bu versiyani biz bu yerdan sketchat qilib olishimiz kerak. Xo'p, keling, sketchat qildik. Biz endi nimalar o'zgartirishimiz kerak? Agar sizning telefoningiz maksimal kuchli bo'lsa, demak siz ishonsangiz telefoningiz qotmasligiga buni 100% turaversin va agar siz telefoningiz qotsa, salgina qotsa, 80% qilsangiz bo'ladi. Agarda juda ham kuchsiz bo'lsa, siz buni tushirishingiz kerak. Lekin shuni biling, bu kачествоni xiralashtiradi. Ya'ni ekraningizga xira bo'lib ko'rinadi Minecraft. Men 85 qilib qo'yaman, chunki meni ham telefonim maksimal kuchli emas. Bu yerda mana bu ikkita narsani o'chirib qo'ysanglar, hech qanday zarar yo'q. Bu yerda keyin bitta narsaga e'tibor beraylik. Ko'pchilik bu yerdan so'raydi, mana shu narsa nima? Ya'ni biz bu narsani ko'tarib qo'yishimiz kerakmi yoki past qilib qo'yishimiz kerakmi? Agar siz ziborkalar o'rnatmoqchi bo'lsangiz, katta megabaytli, albatta juda ko'p mod qo'shmoqchi bo'lsangiz, siz buni ko'tarishingiz kerak. Faqat bitta narsaga e'tibor bering, telefoningizning RAM-i baland bo'lishi kerak. Misol uchun meniki 8 RAM, demak men necha RAM qilishim kerak? Bu yerda sal mana shuncha RAM qilib qo'ysam bo'ladi. Chunki qolgan RAM-i qolgan programmalarni ishlatish uchun kerak bo'ladi. Demak, tushunarli bo'ldi. Bu yerdan chiqamiz. Bu yerga kirsak, bu yerda hech narsa yo'q. Kontrolni boshqa darsliklarimdan ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, bu yerdagi narsani biz holli qilib qo'yamiz va save deb bosamiz. Demak, biz play deb bosamiz va Minecraftimizga kirib olamiz. Biz Minecraftga kirib oldik. Bu yerda mouse degan tugma bor. Shuni bossanglar, sizlarga mishka chiqarib beradi. Demak, bu mishka orqali boshqarasizlar. Birinchi o'rinda biz ovozini bosib pasaytirib qo'yamiz. Va endi biz nima qilishimiz kerak? Optimizga kiramiz va siz agar telefoningiz 100% qotadi, agar buni o'chirmasanglar, chunki bizda shunaqa. Ya'ni kompyuterda unaqa emas, lekin telefondagi versiyaga shunaqa launcherga. Xo'p, bu yerda o'chiramiz. Bu yerda xohlasanglar o'zlaringizga mos nastroyga qilib olsanglar bo'ladi. Demak, biz donni bosamiz. Bizda hamma narsa chotki. Demak, bizda mariyaratni olishimiz kerak. Demak, bitta narsaga e'tibor bering. Agar sizlar 1.16.5 dan baland bo'lsanglar, mana bu multiplayer ga internet bilan kirmasliklaringizni maslahat berardim. 1.16.5 bo'lsa albatta, chunki 1.16.5 da bunga o'chiq turadi. Sizlar offline kirishingiz kerak. Offline kirsangiz yoniq bo'ladi bu. Ya'ni hozirgi versiyada aytmayapman. 1.16.5 dan baland kiradigan. Ko'pchilikda shu muammo takrorlangan. Shuning uchun sizlarga maslahatim offline kiringlar, keyin internetlaringizni yoqinglar. Bizda hamma narsa tayyor, survivalga rejim tanladik. Demak, bu yerga biz marimizga kiradi. Demak, bizni marimizga kirdi. Ko'rishingiz mumkin, har doimgidek Minecraft albatta kattaroq versiyada o'ynasanglar, grafikalari yaxshiroq bo'ladi. Bu 1.12 ga mos grafika. Xo'p, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, qanday ishlayapti desanglar, menda 140 FPS ishlayapti. Ya'ni bu degani juda baland versiya, baland FPS. Chunki men nimaga qildim? 1.12 Optifine. Ya'ni 12.2 Optifine. Xo'p. Demak, shunday qilib biz bu yerdan o'zimizga nastroyga qilib olsak bo'ladi. Mana fakt maksimum qilamiz. Bu yerda mana buni ko'taramiz. Shunday qilib mana ko'rishingiz mumkin. Biz mana buni yoqib qo'yamiz, fakel agar yoniq turishini istasangiz. Demak, biz donni bosamiz, yana bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizda chanklar ko'tarildi. Endi maza qilib Minecraft o'ynasanglar bo'ladi. Tugmalarga e'tibor bering. Pre bu buzadigan tugma. Seg esa qo'yadigan tugma. Misol uchun siz pre bilan bitta blokni oldingiz va ikkinchi blokka o'tkazasiz va qo'yasiz. Hatto ekranning ustiga bossanglar ham bo'laveradi. Demak, mana bizda chanklar baland, bitta qishloqning oldida paydo bo'ldik. Maza qilib survival qilsak bo'ladi. Shunday qilib siz meni kanalimdan bundan da boshqa launcherlarni, ya'ni o'rganishingiz mumkin va yana buni chuqurroq o'rgansangiz ham bo'ladi. Qanday skin o'rnatsa bo'ladi, qanday nastroyga qilsa bo'ladi, qanday qilib serverlarga kirsa bo'ladi. Shunday qilib Minecraft siz maza qilib o'ynashingiz mumkin. Demak, sizga kompyuter kerak emas ekan Java versiya o'ynash uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling, like bosing va albatta fikringizni yozib qoldiring.